Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlarim. Bugun bu kanalımda uzoq bo'lgan rahmaydan qilmag'ili. Bugun bir programma qilishni o'ylashdim. Chunki bugun temasidan deganimga o'xshash Xitoy tajovuzlari tunigi 29-isla Afg'onistonga tunji qitimliq yordam narsalarni avatgan bo'ldi. Buning da asosligi yordam qilgan narsalar bo'lsa, qishliq yung adyal, ya'ni unikayda qalin yurunfu deydi, qishliq chapon. Qishliq chaponlardan uning tafsiliy sonini aytmabdi. Ayiqlarning ko'rinishida bir 6-7 sandiq turamdi, cho'ng sandiqda. Biroq bir nimani avatganligini Talibanning shu nimaga mas'ul xodimining ministrining chiqib kelib olganligidek bir ko'rinishni beribdi. Buning bilan birga Xitoylarning tunji qitim birinchi bo'lib Afg'oniston xalqining qishdan chiqilish uchun bu yordamini qilganligini eskartibdi. Demak, uni oldida Xitoylar tashviqotda ikki bisliq harakat qilyotdi. Birsi Talibanlar bilan bo'lgan munosabatning nihoyat qo'yoqligini, izchil yordam beradiganligini, bularga eng yordam qila oladigan, eng yaqin tura oladigan shu Xitoy hukumati ekanligini ta'kidlab, har kunlik degandek xabarida Afg'onistonning vaziyati haqida har turli xabarlarni berib kelyapti. Hatto mayli Shanganning Fonhan Vishnadam muxbirlari bo'lsin, mayli Xitoyning muxbirlari bo'lsin, Afg'onistonda hozirgacha harakat ilib berayotganligi ma'lum. Demak, Xitoy tajovuzchilari Talibanlardan bu o'tni quli ko'ysimi tutma amali yo'q. Chunki hammamiz bilganimizdek, bizning Sharq Turkistonning Toshqo'rg'onga chiqishlik chegirdash Vaxan koridori bor. Ham u yerda bizning ma'lum nisbatli qarindoshlarimiz u yerning yer shakli bo'lsin, u yerda turish havo klimati bo'lsin, o taraflarda bir moslashish bo'lsin, bir 20 yillik u yerda turgan bir tarixi bor. Unda bo'lgandan keyin Xitoy tajovuzchilari Talibanlar hokimiyat ustiga chiqqan bu kunlarda, bu davrda Sharq Turkiston masalasining Talibanlar tarafidan bir kuchlantirib qilishini va yoki u yerda g'ayri rasmiy shaklda bir mashiq yoki bo'lmasa u bu shaklda bir harakatlarning cho'ng olsun, kichik olsun bo'lmasligini umid qilib, xabarlarda necha qitim Talibanlarga bu turda besim ishlatgan bo'lsa-mu, Talibanlarning eng cho'ng bergan xabari biz Afg'oniston zamirida Xitoy hukumatiga qarshi hech qanday harakatni qo'llamaymiz va ularning harakat qilishini xohlamaymiz yoki yo'l qo'ymaymiz degan shaklda berdi. Ammo Xitoy bu deginiga rozi bo'lmoqlik. Xitoyning deganida cho'qim shu yerda qolgan qanchalik bir kuch olsin, ularni bizga yo'qitib aytma, ularni tug'izmayman yoki qo'l qilib qaytarib berma degandek bir pozitsiyada bo'lgan bo'lsang, yaxshi bo'ladi deganni talab qiladilar. Ammo Afg'onistonga hozirgacha bu to'g'rida bu ochiq shaklda ifoda bildirmaganligidan Xitoy biroz norozi bo'lib turib, yana norozi bo'lsa-mu, yana chon tutmay bir o'zining yana qulluq harakatini boshlayotdi. Xitoy xalqarada ikki xil yo'l tutuqliq. Birisi yumshoq shakldagi aldash, yana bir şekilsi diplomatiya usulidagi bir shakldagi sinib kirish yoki bo'lmasa iqtisodiy diplomatiya shaklida deymiz. Xitoy yumshoq vositalar bilan, ya'ni iqtisodiy shaklda masalan Afrikada bo'lsin, mayli dunyoning Osiyo, Sharqiy Janubiy Osiyo tarafdagi davlatlar bo'lsin, bularning O'rta Osiyodagi davlatlar bo'lsin, hammasini iqtisodiyotdan qarzga bo'g'liq. Qarzga bo'g'ib o'tib, u qarzning o'rniga u davlatning kon boyligi, yer boyligi,
ve yoki boshqa shakldagi portlari va yoki ba'zi bir ziminlarini shu bergan pulning haqqiga hisoblab elish yoki bo'lmasa foydalanish shaklida bu harakatlarni qo'llaydi. Hozirgacha statistikada 164 davlatga mush shaklda g'ayriresmiy shaklda qarzlarni uzun muddatli, qisqa muddatli shaklda berib, uning bedeliga opam deganimdek kan boyligi bo'lsin, yer usti, yer osti boyligi bo'lsin, keyin zaminlarni ijaraga olish bo'lsin, yoki bo'lmasa uzun muddatli setib olish bo'lsin. Bu şekildeki narsalarda bunun bedeliga bunday şekilde tegishayotganligi ma'lum. Hamda har davlat o'zining ehtiyojiga yarasha Dünya Bankası'nın qarz olay desa va boshqalarning qarz olay desa, uning yomon rasmiyatlari nihoyatda chin bo'lg'achqa yoki bo'lmasa uni hal qilolmagudek darajada bo'lg'achqa man Xitoydan asos tek-teklam senda oldim sana verma, buning bedeliga mani verma, ani verma deyish bilan mana şekilde qilayotganligi ma'lum. Xitoy buningdanmi bu mayli yo'l yasab berish bo'lsin, mayli konni ichish bedligi bo'lsin va yoki poyezd yo'li bo'lsin, qatnash yo'li bo'lsin, havo yo'li bo'lsin, qaysi turdagi yerda bo'lsin, Xitoy hech qachon ziyon tortmoqda. Xitoy har bir davlatga o'zining davlatidagi Xitoy ishlab chiqargan materialni akirgilik, Xitoy ishchi xizmatchilarini akirgilik, Xitoy zavodlarida shu kerakli narsalarni shu zavodlarda ishlab chiqarib, o'zining davlatining yana iqtisodiy aylanmasini davom qilib kelayotganligi ma'lum. Bunda Xitoy hech qachon ziyon tortib boqmadi. Hem onun ustiga foyda olib kelyapti. Hem shu davlatlarni munqarz qilib, u davlatlarni hech bo'lmasa deganda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti hech bo'lmasa o'ziga bilet tashlash qilmoqchi. Bundan foydalanib kelyapti Xitoy. Shuningcha Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi ko'plagan davlatlarning og'zi Xitoy tarafidan maylinib ketganligi uchun yoki bo'lmasa qazi bo'lib ketganligi uchun Xitoyga hört diyemay, mana dan hocam desa ma'qul deb shuni ta'kidlab da'vat qildi. Buning bir tarafı. Anandan keyin Xitoy hamda Afg'oniston masalasiga kelsak, Afg'onistonga bir şekilde mushuna şekilde sinib kirish uchun bugungi mayli adilni versin, mayli qishki shaponni versin, bir nimani berib turib, kimga yaxshichoq bo'lishga tirishyapti. Talibanlarga qo'llanayotgan usul shu. Bir tarafdan yumshoq shaklda iqtisodiy yordam berish, anandan keyin davlatni taraqqiy qildirish uchun mablag' silish degan shart ostida sinib kirish bilan birga bu davlat sistemasidagi, davlat qurilmasi bilan bularni qo'lga keltirish, bu davlatni gullantirayotgan insonlarni qo'lga keltirish, anandan keyin sinib kirib bularning ideyasini o'zgartirish, yoqimiz bularni poq qilib geldillam elib olish. Buningga Xitoy 10 yil, hatto 20 yilni xajlab qo'yoldik. Men shu vaqt kessin, ammo Talibanni xuddi Pokistonni kontrol qilgandek kontrol qilaman deb Pokistonning yordami bilan bir şekilde bu xizmatlarni jiddiy elib beraylik. Şu an Xitoyning ko'rayotganimizdek mayli bu yerlik pochta tilini bilish olsun, TTX'ni tarbiyalab, ko'z maktablarini ochadi atugin. Atugin bilim universitetini ochadi, atugin Xitoy sinfini ochadi. Nurg'un TTX'ni kirib yog'liqni chiydirib, Talibanlarga bizdan ishkidan berib yutadi. Elish amal musulmon bo'ldi deb birdan ishkidan berib yutadi. Anandan keyin buning damiga tushganlar elib hamma xuddi musulmon bo'lgan degan deblam vaqtchida yeniga bir shu tirik ushur to'playdigandan bizni yeniga olib qo'ydi. Shunga Xitoyning shu kerakli lozim uchurlarning hammasi shu TT'lar orqali ketaveradigan gap. Anandan keyin davlatning har qaysi sistemasi keyin davlatga chiqadigan, davlat ma'muriy xodimning o'rniga bosagan odamni bular hozirdan boshlab statistik qilib, ochliq xizmat ishlab bu şekilde sinib kirishni davomlashtirdi. Mayli pul bilan bo'lsin, mayli TTX'lar bilan bo'lsin, mayli o'g'irlik anglash bilish bilan bo'lsin, bu şekilde Xitoy shunda istixborot shakldagi josuslik yo'linishi bilan butun davlatlarni kontrol qilib bordi. Endi Talibanlarga urushib jang qilib bu bilan ta'minlanmaydi. Ham bu bilan unday şekilde kelmaydi. Bu bilan keldi g'ayri avyamqidek yumshoq vositalar orqali nechi bir TTX'ni arabcha biladigan,
Aş poçtuvchi bildiğin TTX'dan aş 1-200 ya 1-2 mingni terbiyelep etip, Xitaymış TTX'ni seleplam aşının işi. Bir şekilde hareket ilip barıdı. Bu Xitayning keyin qildigan ishlari. Rastlab ekaningizlar deb qolsizlar, keyin ular oshkora o'tirib chiqmaydi. Unda ular yushurin shaklda bir xizmat qiladigan bir turkum TTX'lar paydo bo'ladi. Anandan keyin mushu tijorat bo'lsin, anandan keyin Afg'onistonning kon boyliqlari nihoyatda mulkan ich nimasi tex ichilmagan, bayqalmagan, Xitoyga kerakli qilgan konlar nihoyatcha qo'g'achqa. Xitoy bu tarafdagi konni ko'zlab bo'lsinmi, nurg'un mablag'ni yatırıp şunun bedeliga aş kanını qezishning huquqini 55%, 51% huquqini shuni elishni o'ylashayotganligi ma'lum. Hamda biz Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan, Sharq Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan biz Tolibonni tilasaqmi o'rniga kelmaydi. Tolibonni maqtasaqmi bizga bir davlatimizni olib bermaydi. Biz bu yerda aniqlanadigan narsa bor. Tolibonlar hozir Afg'oniston islom imorati deb davlatning ismini islom şekilde kullanıp o'zgartdi. Demek bu islom imorati şekilde o'tirib chiqqan bilan Xitoymi bek ko'ngli yerim bo'ldi, Rossiyaningmi ko'ngli qattiq yerim bo'ldi. Rossiyaning yaqinda ekan bir oy oldimi, bir istixborot xodimining bayon qilishicha, Amerikaning bizga bu yerga bir islomiy davlatni barpo qilib ketish kirishi qo'ylimizga. Bu bizga uzun muddatli bir tahdid deb ko'rsatilishi. Onun uchun bu yerda Amerikami uzun müddet bu Taliban hükümeti bilen Katar'da uzun müddet söhbetleşiş orqali bu yerda kelishgan nurg'un kelishimnomalar bor. Yani bu kelishimnomalarning hammasi o'tiriq oshkorlangan bo'lsa-mu, ammo bir kelishim hosil qilaylik bu yerda-chu. Talibanlarmi dunyo siyosatidan foydalanib, o'zini qanday kuchlantirish, o'zini qanday davlat qilib qurib chiqish, o'zining davlatini qanday taraqqiy qildirish, bu 40 yil 50 yil urushdiq. Bunun şekilde keyingi avlodlarimizda qanday bir şekilde bir urushni miros qilib qo'yamdik yoki bo'lmasa bir davlat bo'lish sifatimiz bilan bizmi xalqaro bir kishilik o'rnimizni, bir kishilik gapimizni joriy qildiramdik degan nuqtada bo'limi 10-20 yillik shu hokimiyat tutgan, hokimiyatni orlagan tajribasini yakunlab Qatarda bo'limi uzun yil izlanish orqali bir narsani o'ziga davlatga o'zining keyingi siyosiy devlet nişanını bekitip çıkardıkça. Şuna bir yer biz kapap Taliban'ın bize yerden verse, onu maktap, bize yerden vermese onu kapılap ketişten hiçbir ornu yok. Ma Facebook'ta bundan geldi zaman kapılap ketke. Düzde kan der kim üzünün düşüncesi kartta gep kılığın gepken, düşüncesi kartta söz edilen gepken. Minin göz karşımda şahsen mesela bulunu tillap ketişten ya kapılap ketişten ya kumuz bulunu kollap vay bizden o bu dedep ketişten hiçbir ornu yok. Bundan biz qanday şekilde foydalana alaymiz? Biz Facebook'ta tillab qo'yganimiz maqtaqimizga hech qanday o'zgarish bo'lmaydi bizning holatimizda. Bizning holatimizda o'zgarish bo'ldigini hozirgi mushu Talibanning tutayotgan siyosatidan yoki buningdan keyingi ish harakatidan biz qanchalik foyda ola olamiz? Qanchalik foyda ola olamiz? Biz Talibanni Xitoyga qarshi bir ko'zir qilib bizdan qanchalik foydalana olaysa deb ümitlaymiz yoki bo'lmasa o'zimizning qimmatini ko'rsatalaymiz. Men bunga qiziqaman-chu. Men buni bir şekilde nima qilishga ifodalashga tirishimiz. Biz o'tgan bir qatorli bir programma degandim mayli bizning keyinginimizda tashviqot yo'nalishimizda shu urdu tilining tashviqotimizda bo'lishi, hani keyin hozirgi pushtu tilining Afg'onistonda ishlatilgan pushtu tilining bizning nimamizda bo'lishi nihoyat muhim. Biz şu yerdeki bu hükümet degan nihoyatda ya 100 ya 200 ya 3 ming odamdan tashkil qildi-chu. Bu davlatni tutib turgan. Bu davlatning siyosatini belgilashda bular bek muhim rolni egallaydi. Ammo eng muhimi shu davlat yashayotgan necha million odam xalq bizga muhimchu. Biz xalqning kuchi bilan shu yashayotgan xalqning kuchi bilan Xitoyga qarshi bir şekilde hareketlarni ilib bora olamiz. Biz buningga kuchsak Meyli Afg'onistonda yashayotgan bir qism Uyg'urlar olsun, meyli Pokistonda yashayotganlar olsun, Pokiston xalqi va Afg'oniston xalqining dim foydalanib turib, Xitoyga qarshi, Xitoyning kengaymichiligi, Xitoyning dushman ekanligi,
Xitayning qaysi şekilde bu yerda harakat ilib berdiganligini, uningdan qandaq şekilde foydalanib, uningga bek ishim kelmaslik, shaharni bilmaslikdek bir bizning beshimizdan o'tgan, Sharq Turkistonga boshlab kirgan, dastlab kirganda mahalimizni supurib bergan, voy uni qilib, buni qilib bergan, eriqlarimizni qilishib bergan, u bu shekildagi aldamchiligining, xuddi hozirgi Xitoyga mayli nimaga yo'l yasab bergan bo'lsin, mayli temir yo'l yasab bersin, mayli u bu şekildeki bir işlerini qilib bergan bo'lsin, bir şekildeki mujna yolg'onchilik bilan o'xshash ekanligini so'zlab tushuntirib beralsak, xalqning kallasida Xitoyga bo'lgan tushuncha, Xitoyning dushman ekanligiga bo'lgan bir narsa turg'izilsa, anandan keyin biz Xitoyning bu yerda cho'nqur yildiz tortib ketishning va yoki bizga qarshi bir kuchning shakllanib qolishining oldini ola olamiz. Demak, izchil turda Xitoy bir misalni aytib bersam, 2008-yili men Suriyadagi vaqtimda, Suriyadagi Damashq turgan vaqtimizda 1 yil turib qoldim. Shu jarayonda biz ko'cha avtobuslarga chiqdik. Ko'cha avtobus Xitoyning olib bergan, Xitoyning ash yo'llariga sep bergan ko'cha avtobus. Yo'g'on anaqa uzun qo'shiklik avtobus hamda. Burunqilari ham amga nima avtobus ekandik. Keyin Xitoy bilan Suriya hukumatining munosabati Bashar Asaddan yaqin bo'lg'achqa, Xitoy mushu yo'lga avtobuslarni sep berib, har bir ko'cha-ko'cha Xitoyning avtobuslarini sep berib, shu vaqtida xalqning moyilligini qo'lga olib ketgan. Shu vaqtida biz nereden keldiğini desem işte Sharq Turkistondan keldi, Xitoy tajovuzlari yaxshi ko'p ketsak, xalqi bizdan biroz norozi bo'ldi-ku. Unda degani bilan bo'ladigan shunday yaxshi ekan-ku, bak yumshoq ekan-ku, bu xalqaro bizga ko'chaga baka avtobus sep berdi, ani qilib berdi, mana qilib berdi deb Xitoyni maqtaganlar bo'lgan-ku. Demak, ular Xitoyning düşman tarafini ko'rmadi. Xitoyning do'st tarafini ko'rdi. Biz Xitoyning başta dostluğunu gördük, keyin düşmanligini gördük. Hozir yetkish tatdik. Mana erkiy qirg'inchilikdek bir narsaga yuzlanib turyapmiz. Biz mushu o'zimizni misol qilib, mayli Afg'oniston xalqiga bo'lsin, mayli Pokiston xalqiga bo'lsin, bu narsani yoki dunyo xalqiga bo'lsin, mushu narsani so'zlab beraylik. Mushu narsani ichib beraylik. Bizning beshimizga kelgan kun sening beshingga kelmasin. 160 davlat, 64 davlatni patodi Xitoy, seni mi patumusun? Seni pattırıverse, sen bizga o'xshash kunga qolsa, bu biz bilan kessin. Bu zulm biz bilan kessin. Sizlarga kimmisin bu zulm? Biz mushu zulmni to'simiz deb, shu g'arbga mangadigan, shu O'rta Osiyodan mushu g'arbga mangadigan shu yo'lni to'sab mushunda Sharq Turkiston bo'lishimizdan. Butun o'qni o'zimiz yeb, ashada mushunda vayron bo'lib, hozir yo'qolish girdobga berib qilyapmiz. Xitoy mushu bizni deb qo'ydi deb, sizlarga mushu gapni deb qo'ydi deb bizni o'tirib tuytib bordi yani. Mushu haqiqatni dunyoga yeyitdi mush Uyg'ur xalq, yomon xalq ma'vo. Mushugini yo'qitib etmasak ma'vo bizni yo'qitib yutdi. Deb Xitoy bizni mana erkak qirg'inchilikka yo'qitib qo'yib bordi. Shunga sizlarga deydiganimiz, bizning beshimizga kelgan zulm, bizning beshimizga kelgan bu qora kun sizlarga kelmasin deb, shu yerda yashayotgan, mayli Afg'onistonda yashayotgan Uyg'urlarimiz bo'lsin, mayli nimadagi yashayotgan Uyg'urlarimiz bo'lsin, Facebookda deydigan gap bor, demaydigan gap bor qarindoshlar. Facebookda anda oldu, mamanda oldu deb hammamiz o'zimizning ba'zi bir ichki sirlarini Facebook o'rtaga ochganlarimizni, menayotgan yo'llarimizni ko'rsatib yurishning hech bir hojati yo'q. Biz shu yerda o'zimizning vataniga, o'zimizning xalqiga bir xizmat qila olsak, bu bir strategiya, bu bir siyosat. Bundan foydalansak bo'ladi. Ammo o'zimizning turgan yerimizni, o'zimizning qilayotgan ishni Facebook deganda, dushmanmi ko'radigan bir narsa bu degan, uchuqchilikdagi narsa bu. Dushman yeb holat ko'rdi bizni, jurnalistda. Biz o'shalarga chiqib, yerda tangil deb, o'zimizning hamma narsani Facebook oshkorlab bersak, suzib elib, andan keyin bizni joylashga taraddud qildigan gap. Shunga bu Facebook'da o'zimizning bir xo'shalligimizni, mundaq maxfiy bo'lmagan xo'shalligimizni o'rtoqlashsak bo'ladi qarindoshlar. Bularni sezgir rayonida turayotgan, bo'lib o'zimizni isbotlash uchun bir narsalarni chiqarib bu yerda bunda deyishib,
özümüzni ispatlap ketişning hiçbir o'rni yo'q. Aşağıdaki qilayotgan xizmatimiz, yaxshi xizmat qila olgan bo'lsak, shu kifoya bo'ladi-chu. Ama onu bu Facebook'la ijtimoiy taratquliga chiqarib, yani men pukunchitim, men tuganchitim deb quldurimizdagi tümür təsəkkini ko'tarib yurishning hiçbir ahamiyati yo'q. Uni men to'xtatdim, men siyosiy jihatdan men qandaq shaklda bunaq usul qo'llanishim kerak. Düşmanımı ko'radi, düşmanga men o'zimni hozir ko'rsatsam bo'lamdi, bo'lmamdi, qanday vaqt ko'rsatdim deganni o'ylab etsak, nihoyat yaxshi bo'ladi. Bunun uchun biz mayli Afg'onistondagi sharoitdan qanday foydalanishni, mayli Yevropadagi sharoitimizdan qanday foydalanishni, mayli Turkiyadagi sharoitimizdan qanday foydalanishni yaxshi bilsak, boshqalar bizni peshki qilg'iliq. Bu aniq, cho'ng davlatlar cho'qim bizni peshki qiladi. O'zining manfaati uchun. Ammo biz shu peshkilikdan, o'zimiz bo'lgan shu peshki bo'ldik, foydalandi bizni. Biz shundan qanchalik foydalana olamiz? Biz cho'ng davlatlar o'ynagan o'yinni o'ynayolmaymiz. Bizni xela davlatlar o'zining manfaati uchun o'ynatyotidi. Ammo biz shu o'yindan qanchalik manfaat olamiz? Qanchalik foydalana olamiz? Men cho'qim buningdan cho'qim foyda olaman. Men u yon bilib nima qil desa, shuni qilib berishimizning hammani qilib berishning o'rni yo'q. Shu yerdan, shu u yondan o'zimizga loyiq foydani olib, o'zimizni kuchlantira olsak, bu eng nuqtasi deb o'ylayman. Düşündüğümüz Xitoy tajovuzchilari har xil shakldagi usullarni, har xil shakldagi yo'llarni qattiq, yumshoq, qashlab o'ldirish, josuslik qilish, bu hamma ishni qo'llanayotdi Xitoy. Buni farqlantira oladigan bo'lishimiz kerak. Xitoy bir narsani yaxshi qildi. U bo'lsa, do'stini va dushmanini tanlashda nihoyatda yaxshi tanladi. Do'stini yaxshi tanladi, mayli josuslik qilganlar bo'lsin, mayli shu davlatdan o'zining siyosatini yurgizganlar bo'lsin. Mayli shu misol qilib baksak, do'stim shu mana Turkiyadagi Doğum Perinçik deganni yomon yaxshi tanladi ya, Vatan partiyasining hech qanday emas, shu Doğum Perinçikni tanlab chiqib qilganda bütün bir davlatni astin ustin qilyapti aynan. Xitoy do'sti. Anan keyindan Xitoy yana bir jihatda u jasusni tanlash nihoyatda nimasi bor ekan bundan. Formulasi bor ekan. Qaysini tanlasa jasuslikqa yaraydiganligini. Qanday jasusni, qanday odamning Xitoyga nisbatan qanday shaklda jasuslik qilib beradiganligini, sodiqlik bilan jasuslik qilib beradigan sodiq jasusni tanlashda Xitoy rasmiy bir şekilde formulası var ekan. Şu şekilde formulaga tushiriblam, onun 7 avlod deydigan, 7 avlodini tekshirib ish qilib bir şekilde qiliblam bo'la o jasusni ishlatib ketadigan. Shunga dushmanni tanlashda ham shu. Bizni bütün Uyg'urni o'ziga dushman qildi. Ammo bütün Uyg'ur Xitoyni dushman qildimi, qilmadimi? Uni hammamiz o'zimiz bilamiz. Ammo Xitoy bütün Uyg'urni meyli münafık olsun, meyli kadir, meyli doktor, meyli dindar olsun, meyli dinsiz olsun, nimesi olsun, Uyghur isimlikten hemmini Xitoy düşman qildi. Düşmanım menen bu. Ebedilik düşmanım deb Xitoy shunday qasam ichaylik ya bizga. Ebedilik düşmanım Uyg'ur degani. Ammo Uyg'urlar degan Xitoyni düşman deb bilaman. Xitoy tajovuzlarim deyamaylik ya ba'zilar. Bizning hozir eng nazarimizdagi kofir Xitoy. Eng zolim nazarimizdagi zolim Xitoy. Eng juhud, eng yirginishlik dushmanimiz Xitoy. Bundan boshqa dushmanimiz, bundan boshqa kofir oldimizda yo'q. Buni tanıyamagan adam Xitoyning aşkibini o'ylab boqsa bo'ldi. Xitoy o'zining dushmanini tanlashda bütün Uyg'urni nima dedi? Mening dushmanim bu dedi. Mayli o'ziga sodiq ishlayotgan bo'lsin, mayli hozir Shuhrat Zokirov bo'lsin, ya'ni nimasi bo'lsin, ishlayotgan anchonjiklik uylar bo'lsin, hammasini shu Uyg'ur otliq uyning hammani dushmanim menen bu. Ebedilik dushmanim bu. Hech qaysini saq qo'ymayman deylik ya. Shu bütün qirib bitish uchun buyruq beraylik. Ammo buni
Uyg'urning ichida de Xitoyni dushmanim deb aniq pozitsiya bildirmayotgan nurg'un Uyg'urlar. Şoňa Allah hemmemizge düşmeni togry tanıy alaydygan, düşmenge karşı tura alaydygan akıl, idrak, iman, vicdan ata kılsyn diýmek. Bugünkü programmamız muşa geçip bolsa garyndaşlarym, muş gepimden togy ýerlerden paýdanyp galyňlar. Hata ýerler okuyup kalsyn. Hemmäň Cenab-ı Allah'a tapşyryp, Assalamu aleykum we rahmetullah.